odamlariga qiyrat ajr hasanatlar bersa. Bu dunyoda shunaqangi amru ma'ruf nahiy munkar bo'layotgan jamoatda birga o'tirdik. Ilohiy jannatlarda ham birga o'tirib, mana shu kunlarni eslab, o'sha kungi duolarimiz ijobat bo'lgan ekan. Mana jannatlarda ham birga o'tiribmiz deyishlikni barchamizga nasib etsin. Endi muhtaram ahli jamoat, biz ogohlantirib qo'yishga majburmiz. Mavzu boshlangandan keyin xizmatni to'xtatasizlar. Siz ham voy ukajon, sen o'tirib quloq solib turasizlar. Chunki bu amru ma'ruf nahiy munkarni ichida oyat hadislar aytiladi. O'sha vaqtda buni ovqatlanib bo'lmaydi, gaplashib bo'lmaydi, xalaqit berib bo'lmaydi. Xo'p. Muhtaram ahli jamoat, bugungi kunda jamiyatimizga zaruriy bo'lgan masala masoillar juda ham ko'p. Har kuni har xil yerlarda, har xil mavzularda aytib yuribmiz. Bugungi suhbatimizga mavzuni insonni jamiki ibodatlarini ham, xayr-ehsonlarini ham nima savobi bo'lsa yo'qqa chiqaradigan bir yomon illat bor. Ya'ni kibr havo. Ana o'sha haqida qilmoqchimiz. Chunki tarixga nazar tashlasak, shayton bo'lishidan avval eng ko'p ibodat qilayotgan maxluqotlar ichida. Yer yuzida shaytonni peshonasi tegmagan biror bir qarich yer qolmagan ekan. Dunyoni ibodatga to'ldirib olgan ekan. Ana o'sha vaqtda Alloh yaratgan maxluqotlar ichida eng afzali menman, chunki eng ko'p ibodatni men qilyapman. Allohga eng muqarrabi ham o'zimman degan qalbida bir kibr havo o'tib qolgan ekan. Buni Alloh bildi-yu, qolgan maxluqotlar hali bilgani yo'q. Ana endi Odam alayhissalomni yaratgan vaqtda bir tadbir qildida, shuning ichida shaytonni ham kim ekanligini Alloh bildirib qo'ydi. Ya'ni mana bu odamni yaratdim, shunga sajda qilinglar deb Alloh buyurdi. Hammalari sajda qilishdi, illo shayton bo'ynini qisdi. Xudo savol berdi. Nimaga sajda qilmading? Shunaqa oliy maqomlardan bilsan, shayton Xudoga qarab aytgan ekan, astag'firullah.